Bunaqa video olaman deb hech qachon o'ylamagandim. Xohlasanglar kommentariyatimda full so'kib tashlanglar. Onasini emsin bunaqa Instagramni ham, bunaqa kontentini ham. Jalqa shuncha harakat. Men kontentni nima maqsadda qilgandim? Norim aktiv to'plab mana shu katta minusimni kontent orqali yopaman deb aqalli $200 topganim yo'q. 11 ming qayoqda? Sizlarga to'g'ri maqsaddagi kontent hech qachon yoqmaydi. Hozirgacha Buldrop bilan shartnoma qilganimda dashi 20 mingdan ziyod topardim. 20 mingdan ziyod topardim. Sizlarga halol yo'l yoqmaydi. Sizlarga mana shunaqa buldropchilar tekinga olmish yusib beradiganlar yoqar. Yokida boshqalarni full haypajor deb so'kishni bilasizlar. Lekin o'shalar bir oyda daji 100 ga odam to'plab qo'yyapti. Daji buldropning orqasida nechta bitta katta YouTuber, streamerlarga video qilib chiqsam bo'ladi, aktivini to'k borsam bo'ladi. Lekin men hech qachon hayp qilmayman. O'zingizlarcha maslahat berasizlar. Sabr qil, erkak kishi omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Omad degan narsa yo'q. Faqat harakat va shunga